Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Chimchiqjar mahalla fuqarolar yig'ini Mulkdorlar ko'chasi 273-xonadon sotuvga chiqqan. Bu joyimiz tuman markazi Yangi bozorga 5 kilometr, Yangi Toshkent hududiga 2 kilometr joyda turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi, ko'chasi juda ham keng, fayzli bo'lgan mahalla. Ishlarini ko'ramiz. Uylarni ko'rsanglar bo'ladi. 7 xonadan iborat. Pishgan g'ishtdan qurilgan. Hamma sharoitini qilib qo'yishgan. Отопление двухконтурный koteldan qilingan. Bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi 2 xona. Bu yoqda 3 xona. Bu yoqda kotelniy, sanuzel. Bu yoqda 2 ta xonasi bor alohida. Mol xonalari bilan, bog' rog'lari bilan atrof polni o'ralgan. Uyimiz orqasida keng dala. Havosi juda ham toza. Salqin joylar ekan. Bu joyimizga kadastr bo'yicha 12 sotiq. Hamma kommunikatsiya xizmatlari o'tgan. Uzluksiz ishlaydi. Ariq suvlari ham bu yerda muammosiz. Ariqdan ham suv kelib turadi. Egalar bu joyimizga 12 sotiq joyimizga $100,000 so'rashyapti. Kimga qiziq bo'lsa, to'g'ri egasi nomerini qoldiramiz. Bemalol o'zlariga aloqaga chiqib, narx-navosini surishtirsanglar bo'ladi, kelishtirib baraka qilsanglar bo'ladi. Tek qismi podval, ikki tarafi ham juda ham mustahkam qurilgan, pishgan g'ishtdan qurilgan. Obunachilar, egalariga pul zaril. Kelib ko'rib narxini surishtirib olaverasizlar mahalladan. Kelishtirib berishamiz deyapti. Kimga qiziq bo'lsa, like, podpisatsiya bo'lish esdan chiqmasin.